Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yana ilgirki dersimizden davamlaştırırız. Ve keyfe sebilu ila zalika. Bunun çaresi qandaq. Qarindaşlar Allah'ның namı bilen dadısıga va'da berdi. Yani Bunyaminni özleri bilen birge ilip qaytışqa va'da berdi. Yusuf Bunyaminni özünün qışida sebepsiz ep qilishi qandaq mümkün bolsun. Vaholanki insonlar haqiqatan aziz özünün qışida kanalliq birsini tutib qaptu. Sebepsiz tutup qaptu deyişidu. Ve hakikaten bu katta zulüm deyişidu. Lekin Yusuf ziyrak aqılliq edi. Yusufning qimmatlik bir qachisi bar edi. U qachida suv içetdi. Bu qachini Bunyaminning yuk taqillarining ichiga qo'yib qo'ydi. Bir jakochi e'lonchi sizlar o'g'ir ekansizlar deb e'lon qildi. Tovlidi yani. Qarindoshlar burilib orqasi qarashdi va ular mundaq deyishdi. Maza tafqidun? Sizlar nima narsanglarni yo'qotib qo'ydinglar? Ular deyishdiki, biz podshohning qachisini yo'qotib qo'ydik. Uni ep kelgan kishiga bir to'ga oshliq beriladi. Ular deyishdiki, tallahi Alloh bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz zaminda buzuqchilik qilish uchun kamidik, biz o'g'ri emas. Va ular deyishdiki, ya'ni askarlar deyishdiki, undaqda agar sizlar yolg'onchilardan bo'lsanglar, uning jazosi nima deyishdi. Yusufning qarindoshlari deyishdiki, uning jazosi kimning yuk taqisining ichida shu qacha tepilsa, shu jazolanadi. Biz zolimlarni shundoq jazolaymiz. Va haliqi qacha Bunyaminning yuk taqilarining orasidan chiqdi. Qarindoshlar xijil bo'lib ketishdi. Lekin ular xijil bo'lmasdan mundoq dedi. Agar Bunyamin o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning Yusuf deydigan akasi ilgari o'g'irlik qilgan. Yusuf bu bo'xtonni angladi va jim turdi, sukut qildi. Achchiqlanmadi. Yusuf nayti esil, apuchan kishi edi. Ular mundoq deyishdi. Ey aziz, haqiqatan uning bir yashnib qolgan dadasi bor. Fa shuning uchun bizning birimizni uning o'rniga ep qolgin. Inna degan chunki biz seni yaxshi ish qiluvchilarning qatoridan, muhsinlardan, yaxshi odamlardan deb o'ylaymiz. Naroka degan ko'rimiz degan gap o'ylaymiz deb tarjima qilamiz bu yerda. Yusuf alayhissalom aytdi: Alloh saqlasin. An na'khuza illa man wajadna mata'ana 'indahu. Biz faqat yuk taqimizni, narsimizni uning qishida topgan kishinila olamiz, ep qolamiz. Bu yerdagi anning nafi ma'nosi bor, ya'ni la na'khuzu illa degan gap. Yana inna izal zalimin alda bir cümle hazb qilingan. Ya'ni agar biz sizlar deganda qilsak, o chaqda biz zolimlardan bo'lib qolamiz. Mushunda qilib Bunyamin qarindishi Yusufning qishida qoldi va aka ikkilisi xo'shal bo'lishdi. Inna Yusufa kana wahidan munzu zamanin tawil. Yusuf uzoq vaqtdan beri yolg'iz edi. O'zining urug' tuqqanlaridan, ahlidan hech kimni ko'rmaydi. Allah Taala uningga Bunyaminni avatdi, Saqa degan avatdi. Allah uningga Bunyaminni avatsa, uni o'zining qishida ep qilib, uni ko'rib, uningga gap qilmamdi. Qarindosh o'zining qarindishining qishida turishi zulm hisoblanamdi. Abadan, mangu undaq bo'lmaydi. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lsin. Allah Taala hammamizga foydali ilm ato qilsin, o'rganganlarimizga amal qilishni nasib qilsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.